Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Adabiy o'qishdan birinchi onlayn darsimizni boshlaymiz. Darsimizning mavzusi chol va uning nevarasi. Hammamiz o'qish kitoblarimizni hamda lug'at daftarlarimizni tayyorlab qo'yamiz. Darsimizning maqsadi chol va uning nevarasi haqida ma'lumot olasizlar. Ertakdagi timsollarga ta'rif berishni o'rganasiz. Keksa odamlarni xatti-harakatlarini qadrlashni bilasiz. O'quvchilar, rasmda kimlarni ko'ryapsiz? Nima uchun keksa odamni chol, yosh odamni yigit dedingiz? Bir o'ylab ko'ringchi. Barakalla. Hammamiz kitobimizni, o'qish kitobimizni 139-betidagi chol va uning nevarasi ertagiga qo'limizni qo'yamiz. Diqqat qilinglar, xuddi mendaqa ifodali va roman o'qishga harakat qilamiz. Bir zamonlar yoshi bir joyga borib qolgan chol o'tgan ekan. Keksalik asaridan uning ko'zlari xiralashgan, quloqlari eshitmaydigan, tizzalari esa qaltiraydigan bo'lib qolgan ekan. U ovqatlangani xontaxta atrofiga o'tirganida qoshiqni zo'rg'a tutar, ba'zan qo'llari titraganidan ovqatni dasturxonga to'kar, og'zidan ovqat turmas ekan. Cholni o'g'li bilan kelini bundan jirkanibdilar. Shu boisdan cholga quyidan pechka yonidagi burchakdan joy qilib beribdilar. Chol almusqodan qolgan sopol kosada ovqatlanar, lekin doim to'ymay qolarkan. Noqobil o'g'li va kelinini ko'rsatgan bu xo'rliklaridan cholning yuragi ezilib, ba'zan ko'zlariga yosh kelarkan. Kunlardan bir kun sopol kosa uning titroq qo'llaridan tushib ketibdi-da, chil-chil sinibdi. Kelini g'azab bilan cholga qarabdi, biroq chol hech nima demay xo'rsinib qo'yibdi. Achchig'i chiqqan kelin shu kuniyoq bozorga borib, bir necha chaqaga yog'och idish sotib olibdi. Qariya bundan keyin ana shu idishda ovqat yeya boshlabdi. Qaranglar, bolajonlar, qolgan ertakni davomini xuddi mendaqa ifodali o'qishga harakat qilinglar. Endi men sizlarga savollarim bor. Kelin qaynataga qanday munosabatda bo'ldi? Matndan topib o'qing. Nabiran otasiga javobini o'qing. Cholning ichki holatini tasvirlang. Nima uchun yog'och tog'oracha yasadi? U keksalarga yog'och idishda ovqat berish kerak deb o'yladi. Biz keksalarga qanday munosabatda bo'lishimiz kerak? Keksalarni hurmat qilish, ularga yordam berishimiz kerak. Bolajonlar, endi uyga vazifani olib olamiz. 139-140-bet. Ifodali o'qib, chol bilan bolani rasmini chizishga vazifa qilib beryapmiz. Albatta uyga vazifani bajarib, javobingizni kutamiz degan umiddamiz.